Barcha omadli insonlar oldilariga aniq maqsadni qo'yib olib, keyin ish boshlashadi. Chunki nima xohlashni bilmasdan turib hech narsaga erishmaysiz. Avtomashinaga benzin kerak bo'lganidek, insonlarga ham orzu va maqsad juda ham zarur. Avtomashinaga benzin solmasangiz, u yurmaydi. Insonda ham oldiga maqsad bo'lmasa, tarmoqli marketingda birinchi qiyinchilikdayoq siz orqaga tisarilasiz va bu ishdan voz kechasiz. O'ylab ko'ring, nima sizni bu tarmoqli marketingga kelishga majbur qildi va bu biznesni boshladingiz? Pulsizlikmi, uysizlikmi, yo yaqinaqadir muammolaringiz bormi? Albatta, mana shu maqsadlarda yo'lida nimaga erishmoqchisiz? Bugundan boshlab har bitta maqsadingizni oq qog'ozga tushirib chiqing. 11 oydan keyin siz bir oyda $40,000 ishlaganingizda bu pullarni nimaga sarf qilmoqchisiz? Dang'illatib uy qurmoqchimisiz? Oilaviy sayohatga bormoqchimisiz? O'zingizga kerakli avtorusumni xarid qilmoqchimisiz? Yo qanaqadir bir savob xayriya ish qilmoqchimisiz? Hammasini oyi, kuni, yili, manzili bilan oq qog'ozga tushirib boring va mana shu daftarni o'zingiz bilan birga olib yuring. Azizlar, mana shu maqsadlar amalga oshirgandan keyin albatta sizga o'xshagan insonlar sizni o'ng va chap qo'lingizda keladi. Bu insonlarni ham maqsadini o'rganib, birga o'tirib, rejalarini qo'yib olib, ularni har bitta qiyinchiliklarini, bosgan yo'llarini, oldindagi maqsadlarini o'rganib chiqib, rejalarini tuzib oling. O'zingiz o'tgan mana bu malakalarni, mana bu maqsadlarni albatta ularga ham o'rgating. Chiroyli darslarni o'tib, ularga ruhlantirib, ularga har bir yo'nalishlarni ko'rsatib borsangiz, siz albatta maqsadingizga birga erishasiz va komanda, jamoa tuzasiz. Azizlar, bu yo'lda siz birgalikda harakat qilsangiz, albatta millionerlar safida bo'lasiz. Bu yo'lda sizlarga omad tilab qolaman. Sog' bo'ling.